4 at. Bu yarışda bizning qatnaşacak 2 yaşlik atlar. Bularning endi şapqanlari var, lekin şulayda sog'roq bo'larga kerak. Bir at ko'rinmayadi, hozir kirib jiydi. Bolalarınızı zinhar için qiridan çıkarmağız, yemi qiriga çıkarmağız. Start berildi atlarga. Shakirjanov Ilnaz Zidbangem uşamaklatda hazırgisi momentda oldi bara. Bular bizning bir krok eylenip gelişecekler. Bana İşatbek bir-birisi bilan tig'iz tortishib boralar, birisi direkt olg'a ketdi. 20-nomer Lucky Grow olg'a chiqdi. Bana otlar tizildiler, o'ng yoqqa varotga burilishga kiralar. O'zasining ko'pni tuzan ko'tardilar. Tezliklari bek zo'r otlarning. So'nggi levay pavarotga bizning Lucky Grow ham aybatgina borsa bir bu yarışdan o'tashaq deb o'ylab turamiz. Hali bina finishga primoy g'otlar chiqdi. Bina bizning bir atımız indi finishga yaqinlasha, ayda 20-nomer astida chiqish hazırlar. Ikki Salaha Bayzatning ati. Makarova Anna ikkinchi. Shakirjanov Ilnaz uchinchi ham striker Mon bizning Isnazarov Bayrak 4-chi bo'lib keldilar. Yerel qonaklar yarışlar